Captiva qidirib yurganlar uchun bitta yaxshi holatdagi Captiva topib qo'ydik. Mashinamiz yili 2012-yil. Kuzovida umuman kraskasi yo'q. Mashinamizning holati, tashqi holati, ichki holati ham yaxshi holatda turibdi. Egalar aytdilar, 2 kun bo'ldi yog'ini almashtirdim deb. Kolodkalari, xadovoy, korobka, balon holatlari hamma joyi yaxshi holatda turibdi. Mashinani faqat olib minishga olsangiz bo'ladi. Ichki holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham yaxshi, sveji holatda turibdi. Steniklarga ahamiyat berasizlar. Kojinni ko'pchilik Captivalarda ashbka kuzatilar ekan, yo'qkan paytingizda chek yoki boshqa shunaqa narsalar chiqar ekan. Captiva haydab yurganlar buni yaxshi bilishadi. Bunda bunaqa muammolari umuman yo'q dedilar. Hammasi juda ham yaxshi holatda turibdi. Mashinamiz yurgani 325 ming kilometr yurgan, metan gaz balon yo'q, faqat mashinani benzinda haydashgan. Xullas mashinamiz juda ham akkuratni saqlangan. Balonlarga ahamiyat berasizlar, yangi balon qo'yilgan, 4 ta kalotkani ham yangi qo'ydim dedilar. Akkumulyator yangi bo'lsa-da, minishga tayyor holatda turibdi. Xullas mashinamizni ko'rib turganingizda juda ham yaxshi holatda turibdi. Narxga keladigan bo'lsak, $11,200 dedi egalari. Telefon bo'lsangiz yana kelishtirib ham beradilar.